11 oylik bolani burundan nafas olishni tiklaymiz. Bola 11 oygacha nafas olishda muammo bo'lgan, tekshirilgan, lekin tashxis qo'yilmagan. Tekshirib ko'rganimizda burun bo'shlig'ida adenoid to'qimani 3-darajasini aniqladik. Bola umuman nafas olmaydi, emganda ham qiynaladi, kechqurun uxlaganda doimo og'zini ochiq uxlaydi. Hozir shu bolajonimizni burundagi adenoid to'qimasini endoskop yordamida olamiz va nafas olishlarini tiklab beramiz. 11 oylikni ham operatsiya qilsa bo'ladimi deganlarga savoliga mana javob. 11 oylik bola burnida adenoid 3-darajasi bo'lsa, tug'ilgandan beri nafas olish muammo bo'lsa, endi to 11-12 yosh kutish kerakmi? Olib tashlaverish kerak. 11 oylikmi, 7 oylikmi? Organizm sog'lom bo'lsa, anazlar hammasi yaxshi bo'lsa, yordam berish kerak bolaga mana. 11 oylik kichkintoyimiz adenoid to'qimasini oldik, mana ko'rishingiz mumkin. O'rnini kuydirib qo'ydik, inshaalloh bolajonimiz boshqa burundan bezovta bo'lmaydi.